Bule. Ya adaş çakın bule. He? Oğlum buldun? Çakın bule. He? Bule. Çakın otur. Hatun. Öyle. Semile'nin uyda, Semine bana. Ha, qada ağlınız yaxşı mı? Bizden oyda xatırcam bulun. Ha. Hey. O? Ben buyruğa işlatçı. Vay, Hatun hatırcam bulun. Hemmini ben kim o? Ben hemmini caydı kıvettim. Acatxana, aşkana, obrin ilanı, o kiyip güceklerini tırsını kıvettim. Ben de tensirim ha. Bulamdım. Makul. Ha, ben degen kim o? Hey canım Hatun kaçan kiresiz ben ağıl baramdım ya. Ya buldu işiniz kılayıverin ama özüm barma. Ha, makul. Hatun 5 sekunde kettim. Çakarak yasınız ulti. Vay canım buldu. Ras Hatun. Elke tünüge öğenge usulunu çoğum oylap hemmesin küzünü o çıkırıydın cuma. Bu makap kaz ben keşli öydi bikem. Makul. Canım Hatun, tatlı Hatun, esal Hatun, şükya Hatun. Baldırak giren serinip kettim. Hoş, makul. Toxtam. O. Ben bağı teşeğe çıkmayı öyle oturum ha. Makul. Hatırcam bulun Hatun. Vay işte çıkmaydı ben bilen billah xatırcam bulun. Geçecek baramayma boynam kıldı bağlağlı. Ağzına kayıttın öyle. Makul. Hoş. Hoş. Tüydü ya. Oy. Şu. Ne oldu? Çöpçülük boltadın oluyorlar. Şu Rana çaya ketken. Yok mu? Ya birini çılayım mı? Ay boldu. Ay adaş, hem de Hatun kişiyen müştak kıp koyumuzda hem de. Müştak kıp koymasan elke bir gap abi. Ustur kapka Hatun kişi lap boltursa. Bunda maktap uçur bunda kıp koysam. Ay kağımne öykegende anıkın to diye yatığızım tanağımda gırtatımız. Doğru. Ha bak. Ras tokta. Muyum iştim birini unutup kalıp tas kaptım ha. Hatun, ben Semine'nin uyda ensirme hatırcam bol. Mana işte. Ha, biz billah paranı şotumuz xatırcam bulun. Ensirme Hatun, makul, hoş. Mana Semine'nin uyda, mana ensirme Hatun. Biz billah. Makul, hoş. Bak ailenin yügürep çıktın aşkı. Hatun kişi gelmiş de her kıl. Zanım kalın şey diyorsun. Hep birim otomobil mağam sen? Ras. Bir ağinem kegen. Bildi oturdu jire. Hoş buldu. Oturup seber bir renam yok ya. Ya mina ya azar kılga işim var şunu. Ne oldu tek tüketmedin mi tek? Vay ya bu işemez bana buldu et işleyim adaş. Ya adaş. Bak Hatulay kıldırğanға mı tek vaqt bak ya elmek çıkıp kiliş birme jire bana. Bek isil balla tunuşturup et işleyim ya kılga hizmetim ba. Şonsa ayrım oturuvergen ayrım bolsa ayrım bar. Hatun çıkma depti de. Vay ya başka vaqtda demagana dem. Maga oyunchilar qo'rqib Ya buldu. Rahmat adaş rahmat. Agildan saqlab qoldi sen chiqib kelgan. Adaş Hatun'da oyunchilar qo'rqib ketme. Paskili tushmas kas chiqib pulimiz emasmi birdan jire. Ben sen emasligina maga. Ada unda ulug' gaplashmay jire ma. Va buldu rahmat adaş. Chiqmaysan. Ha chiqmayman. Bo'pti. O'z uvaling o'zingga. O'zing qilasan. Maqul. Yaxshi tajriba. Maqul. Xo'sh, ayt ko'rsalar. Qoqqansiz, mushtaqmi qoqqan bormi xotindan? Ay. Qaytib keldingizmi? Ha. Tomoq yedingizmi? Ha, tayyorlab pishdim. Biringiz qilib beraymi? Ya xotin bo'ldi, semirib ketma. Amsi kiyimimni almashtirib olay. Ma'qul. Sabi? O. Men kran kipim ba. Ha? Mening shaxsiy aeroplanog'im bor. Shaxsiy aeroplan? Xotin, bu choy berib qaloningizda ketmagansiz-a? Shaxsiy aeroplanning necha pulligini bilamsiz? 100 millionda ish mumkin. Eng azini o'sma. Uni mahiyatimda olamayman. Amsi 4 qavatli toj olaylik. Xotin bu choy berib lotereya chiqdimi sizga? Nimada chaqchaq qilaversiz? Kimga bunda chaqchaqni? Uningimi unmasangiz. Amsi bo'ma mashinib bering.
Öyleki maşı az kıyotunda. Ha, Ayştan maypılığı aran çıdavatımız 300 mün koyla başa nimiş kılsız deyme, ha? Oy, mendaq unumu desem unumaysiz, bunumu desem unumaysiz. Әкшім sizdek bulan da. Siz mi alalaydıgan neslen deyip yapsınız? Eyle ayrıplan daça deyip ben bir fuar deyim hemen. Bir somkini yaxshi ko'rib qoldim, shunda og'imba 2 ming qo'yga. Ha, mana neslen deyip yapsınız? Eyle, ha. Ne? Kımmet neslen de duruyordum. Adamı kıynap bir yerde. Ivetdim. Ha, yaxşı. Ya. Pullarlap koyup sizken, ha? Yana kıl takışıp dönende ben. Hey. Ha, gekle. Mama? Hazır? Ninde be? Buram kadaydı. Makul, ha? Makul. Koş sen. Bunun kutuna kaldı. Vay can, telefon kapıldı o. Hey, yaxşı mısınız? Ha? Ha, öyle. Ha, billa. Ha, Rima. Ha, telefon maya kup köplüm. Hazır hacetxan kirket etti. Çakırayım ya. Ha, bo'ldi, ansirmang. Ha, ishkala billa. Xatirjam o'ynayver, ha? Ma'qul, xo'sh. Adaş, men hozir xotin telefon qildi, men hojatxona kirkatda deb qo'ydim. Hozir tezdan telefon qaytarib o'tay, siz tilishimiz. Ha, xo'sh. Nima yog'anga qilsiz? Men yog'anga qilmadim, xotin. Kichik ish. Siz aralashmasangiz bo'lardi, xotin, ha? Shuni qilaver. To'g'ri emas-ku. Bildim. Sen haq teshig'i chiqqanda mushta yog'anga qilib bizni oldissadingna? Voy, ya xotin, men sizni aldab boqmadim. Buni men tushuntiray qaram xotin. Masalan, ba'zi bir eg'iz gaplar bilan ish buzilgan bilan shu bir eg'iz gap bilan ish unishilib qoldi. Ha, Remni bilasiz, u undaq nachar bola emas. Tuvandagi kavobxonda tutag'ingiz gapga shular o'tirayotgan shuningga. Sizmi ko'ks qoningizni bir kang qilib, bilmasga silaylar xotin, ha? Bilmasga salamdim. Ma qavatqining qip-qizil yog'anchilik uqishdingmi? Xotin, ular yog'a aytgan bilan men yog'a aytmadim. Mening 15im bo'lsa-mu, men hargiz yolg'onchilik qilmayman, rost. Ma'qul. Hozir bilmang-ku. Nima qilsiz? Naq maydonda sinab beray. Hey, xotin. Hey, shunga sat tur, sat. Hey. Nima qilsiz deyman. Xotin. Muradil yaxshimi? Yaxshimisiz? Yaxshimi? Shu saminingizga ketgan bir gapga bek mo'yin basatlashadigan deb telefon qilsam faqat olmadi, shunga uyg'ondim. Ansirman yengam men bilan billa Samijon. Xopumay telefonni beramsiz deydigan bek mo'yim gapim batdi. Ma'qul. Sami? Sami? Yenge Sami hojatxonaga kirib ketibdi-ku. Sen turib chiqqanda mumkin telefon qaytilsinmi? Ya bo'ldi, qaytimisin. Hojatxonada sesib ketsin. Tushundira. Ha, men tushundiram. Tushundira. Ha, jinim xotin. Hammin deysa. Ya. Sen bugun demay baqa. Nima qilsiz Men de o'shagandan hammin deysa, men jinimni tikib qo'ydim. Sen bugun demay baqa baqa. Ya, men yiningizda bor. Nima yinimda ba? Mana, ko'rdingizmi? Telefon qilib bo'ldi. Men dinocha, ole. Hey. Qadasan? Uyda. Mamam yolg'onga qilayotganda menga yengam telefon qilib darhol uyim qayta. Voy, shu men uyda. Bo'ldi. Yengam yolg'on gap qilib biz qaz bek set turdi. Kim bo'ldi uyga? Kim u qizning ovozi qo'tilgan? Yana kim bo'ladi? Ammo sen o'zingning kimligini unutib qolmaymi? Oilang bor turib, nomusini qilmayotgansan va. Qo'ya telefonni. Hey! İşte adam bulmamsan, ha? Bunu qilganlaringni men unutib qolmadim javob yo'q. Sen adam bulmamsan, o'ldirishim emas bile. Tushundira, hemen tushundira. Ben tushundiray shu to'xtab turmamsan. Ya bu qarab turib yog'a aytib olsa, yog'a aytmasin mush ish shu. Bakada adamga hey işte deyman. Adamimiz. Astag'firullah. Bu işte biz erlar qilmaymiz, ayollar mı qildi? Voy, ayollar unda qilmaydi. Qipqaschu. Qilmaydi. Qipqaschu. Sinab baqa. Qilamdi, qilmamdi. Hozir ko'rsatmaysiz. Ma'qul. Remning xotin chaylig'i. Ura.
Menden önce. Açma. Hey, yaxshimisiz? Yaxshimi? Hemen Samir. Ha, yaxshimisiz? Yaxshi. Hey. Rana, siz bilan birga o'ynaydigan chiyim batdi deb bugun tushdan keyin chiqib ketgan. Telefon qilsammi, olmaydi. Yo, uy qaytib kelmaydi, shu ansirab sizga telefon qilgandim. Rana men bilan birga. Siz bilan birgami? Ha, men bilan birga. Ha, undaqsa Rana telefon beramsiz? U hozir tozliq qo'yib kirib ketgandi. El chiqqan joyman deb qo'yib telefon qaytarsin. Ha, bo'ldi. Ha, bo'ldi. Uni Ranacho siz bilan birga bo'lsizlar, men xotirjam. Ha? Yaxshi o'ynab qaytib kelinglar. Xo'sh, rahmat. Hesap emas. Voy, bucha o'zim toyinliqli bir nima. Turg'unayga qila. Yaqin do'stim shu bo'lganki. Hozir ko'ramiz. Ha, ocha, men teni. Voy, Turg'unay yaxshimi? Yaxshisiz-chu? Men yaxshi. Men Samir tundingizmi? Ha, yaxshimi? Yaxshi. Hey, Turg'unay. O Rana tushdan keyin siz bilan paranglashgan jiddiy muhim ishim bor deb chiqib ketgan. Telefon qilsammi, olmadi. Yo, uy qaytib kelmadi, shu ansirab sizga telefon qilishibdi. Men Rana ikimiz birga paranglashib o'tirgandik. İşkalat bilma? Turg'unay, ishkalat bilsanlar telefon qapamay Ranaga beraman, bir eg'iz gapim botdi. Rana tozliq qo'yib kirib ketgandi. Kirib beraymi? Telefonni yoki chiqqanda men deb qo'ysam sizga telefon qaytarsin. Ya, bo'ldi. Haysti yo'q, ha? Ha, bo'ldi. Sizlar gaplarni paranglashib, tutib, undan keyin qaytib kelinglar. Aldirmanglar, ha? Men saqlayman. Xo'sh. Rahmat. Endi gapangizni. Endi-mi? Ha? Boya vaqira otdingiz-ku, ha? Erlarni yoqachilik qilamki, ayolchi. Yo'q aysh. Shuqni. Siz yo'g'onchilik qilib ketdi-ki. Sani sizlar xotin kishi-chu? Otdan tushsanglarmi, uzangidan tushmaysizlar. Chapadim chiqdi. Voy, vaqtni birga beribdi-ku. Uxlaychi. Ne? Yeni iş mi yolladım sen? Gide. Ne oldu ya? Deymi, demeymi? Ma demey desem içim küydü, dey desem tilim küydü adaş. Ne? Ha, digine. Hey, işkimiz alağını var. Ha? Bana işini sen var. Hey, bana rast bir gipani qıp baqa. Maqul digine. Xotningda yaqinda qandaroq o'tyapsa? Yaxshi. Hey. Uning sana bilan muomalasi, pozitsiyasi o'zgardimi yo'qmi? Qo'g'a o'xshash-ku. Bilmaysan-da. Bilgan bo'lsang, menda o'ltamayding sen. Ne deysan? Men sana ne chiqidim dedim. Xotinni qo'yiversam, shunday ish chiqdi. Bu xotin degani qo'yib o'tirgan qo'ymi, kalimi o, ha? Hozir bilmagan sen bilan menni qopdi, hammadan bilib qopdi uni. Voy, nima ishni bilib qopdi? Xotining do'pponga jigdi sapdi. Sana yeşil post mu kaydiribdi? Talağa qarab qopdi. Nima? Nereden topding bu gapni? Hey, xotining choy qo'yarma deb shuni qishig'i qatiraydi ekan. Xizmatga to'y qo'yarma deb shuni qishig'i bor ekan. Komandor qo'g'im ikkisi birga bor ekan, uqdingmi? Kim dedi bu gapni? Isbotim bor, dalilim bor da. Ne isbot? Xotiningga telefon qilganmi? Ha? Xotininglar ne dedi? Hojatxonada. Mana. O bo'shanning hojatxonasida emas, yotoqning hojatxonasiga adash. Hozirli ikkisini tutimiz zinaxo'rni tutsang jubtilan debkan. Hozir tutib, ikkisini xalqalarning oldida ne suvoq qilamiz? Hey, to'xta, o'zim bilsam, men sana tushundiray qara. Voy, sen buni sen tushundirmasan, xotning tushundiradigan gap bu.
Ma ikkisini tutib resmi qilamiz. Bana hazır ikkisini üstüne düşmez. Dur. Ne içsiz? Bu xotun deganning zodi keyni kirdigan narsa emas juma. Bu ne chiqatim bo'ldi mushtaq. Bu haqni oldida rasm qilib, bu hozir chiqib men og'zini yutib etmadim. Açıqan basa deb bo'ldi. Bo'ldi. Qaradaş, men sana tushuntirib qo'yay. Sen bu xotonni yaxshi tushuntirib qo'ygan, ha? Men sana tushuntirib qo'yay. Sen bu xotonni yaxshi tushuntirib qo'ygan, ha? Qara, qo'yam sen bizning uyga kirib, xotonni isbotlab berdan o'zingning mening uyim ekanligini tushunib-ku. Undan keyin aka o'qing chiqib ketdi. Tushgandan keyin, iliqni unutib qoldim, xotni telefon qilqasmanda deb qo'ydi-da. Shu vaqtda xotin yelimdi. Shuning bilan bu menga ishonmadi. Shuning bilan men o'zimni isbotlash uchun xotin ikki og'inim telefon qildi. Voy ishqisim meni hojatxonada deydi qara. Shuning bilan men bu xotin kishim bizga o'xshash deb bilan seni ayoling bilan yana bir do'st telefon qildim, ular Raynan hojatxonada dedi. Mana bu ish mushu shu adash. Niyetin qanda olsun, günün şunda oldu deb astag'firullah. Biz birimizni sunaymiz, aldaymiz deb oxiri o'zimiz oldin ekanmiz da mana. Rana 5 saat o'tdi, xapamanjima. Birakmas men ishkinlarga bir dasxon silib, ishkinlardan bir kechirim so'rab olayli. Xapaman degancha. Men hozir chiqib men xotinimga bir amaliyotni tushuntirib qo'yay. Bir xapaman dema sen. Yo'q. Men chiqayjima. Ya o'tamamsan? Ya xapaman ishkinlardan birakmas bir ayrim dasxon silib kechirim so'rab olay. Rana xapamanjima. 5 saat oldu xapaman. Senin xotin kichikkina ishda emasmi, ha? O'zingizni besiylang, bo'ldi, mushtari yeb tugab kelsin desam, tas qildingiz o'zingizga qarta hikmatni chaplab oldi. Bu kimdandir kechirgan telefon qilgan. Yaxshimisiz? Ha, men. Ha, Akbarmi? Ha, biz ishlayapmiz. Ha? Akbar, voy, Akbar telefonni qo'yib qo'yiblar, hojatxonaga kirib qolibdi. Qo'qni hojatxonaga kirib ketgan. Voy, qizlar yo'q. Voy, nima qildingiz? Hojatxonaga. Voy, men tushun. Asta, voy, nima shok ketdi bu?